Mani oyim bilan yashaydigan uyimiz yonib ketdi. O'shaning uchun sizlardan og'ir bo'lsa ham yordam so'rayapman. Tabriklasanglar bo'ladi. Men 19 yoshimda o'zimga mashina xarid qildim. Hech kim xalqqa ustidan ochiq kulmaydi, balki xalqning ishonchini suiiste'mol qiladi. Bunga yaqqol misol mana bitta bloger chiqib turib, yoshlarning miyasini zaharlaydigan, ularni yengil taklifga targ'ib qiladigan kontentlar qiladi-da, va boshiga qanaqadir musibat kelishi mumkin. Masalan, uyi yonibmi? Endi mana boshiga bir musibat keldi, o'zini o'nglab, to'g'ri yo'lga, yaxshi yo'lga qaytar deb unga ishonch bildiradi-da, bir hafta o'tgandan keyin mani tabriklasanglar bo'ladi, men sizlarni loh qildim deyish bilan nima farqi bor bo'layotgan holat? Hech qanaqa farqi yo'q buni. Odamlar sizga ishonch bildirganda, haqdor deb sizga berganda, boshqalarning haqqini yegan bo'lish ehtimoli katta bo'lib qoladi. Va bu juda ham uyatli holat. Bizning ishonchimizni suiiste'mol qilganlarni oramizdan chiqarib olmas ekanmiz, ularni blok qilibmi yoki boykot qilibmi bilmadim. Bunaqa holat qayta ro'y bermasligiga hech kim kafolat bermaydi. O'zingizni fikringizni kommentda yozib qoldiring. Bu videoni hamma yaqinlarga yuborib, videoga like bosib qo'ying. O'zbekistonda bloger qiz yonib ketgan kvartira uchun pul yirdi. Bir hafta o'tib esa o'ziga Kia K5 sotib oldi. Ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan voqea 19 yoshli qiz xayriya e'lon qildi. Yong'in bo'lgan, uyi yo'q, yordam kerak. Odamlar ishondi, pul o'tkazishdi. Blogerlar qo'shildi, mablag'lar millionlab yig'ildi. Keyin esa video chiqdi. Men 19 yoshimda o'zimga Kia K5 sotib oldim. Siz nimaga erishdingiz? Izohsiz, hisobotsiz, uyalmasdan. Endi xayriya qilganlar haqiqat va pullarni qaytarishni talab qilishyapti. Ishonch esa bu voqea bilan birga yoqib ketdi. Sizningcha bu firibgarlikmi yoki ayyorlik? Izohlarda fikringizni yozing va albatta ulashing. Boshqalar ham aldanib qolmasin. Bu haqda aytmoqman. Uyimiz yonib ketdi. So'rayapman. Qo'lingizdan qanaqa yordam kelsa, tur, harakat qil, ishla. tabriklasanglar bo'ladi. Men 19 yoshimda o'zimga mashina xarid qildim. Stop. Hamma tushunsin. Endi boshqatdan, shoshilmasdan, sekin-sekin. Aslida nima bo'lgan? Qanday qilib 40 million yig'ilgan pul oradan 5 soat vaqt o'tib 15 millionga aylandi. Xalqdan yig'ilgan pul, men xudo haqqi aytmoqman, 15 million so'm yig'ildi. С человеческой и моральной точки зрения, если человек просит на сгоревший дом, а потом тратит деньги на машину, это злоупотребление доверием людей и бессовестный поступок. Uyimiz yonib ketdi. Hammaga assalomu alaykum. Sizlarga bitta iltimos qilaman. Mani oyim bilan yashaydigan uyimiz. Bugun o'qish qizga yordam beraman. A few moments later. Tabriklasanglar bo'ladi. Men 19 yoshimda o'zimga mashina xarid qildim. Voy bila, kimga ishonishni ham bilmay qoldi odam bor-ku. Mana bu videoni bitta ko'ring-da. Mani oyim bilan yashaydigan uyimiz yonib ketdi. Menga yordam bersanglar, men juda ham xursand bo'lardim. Hozir oyim og'ir ahvoldalar, больницаga olib borib yotqizib keldim. Sizlar avval kimga yordam berayotganlaringizni bilib olinglar. Bu qiz likillab ko'rsatmagan joyi qolmagan. Pul uchun xohlagan ishini qiladi, xohlagan videosini chiqaradigan qiz o'zi. O'zi xudo urib uyi yonib ketgan edi buni. Uy yongandan keyin xalqdan yordam so'rab yig'lab chiqdi. Endi sizlar ham tushunib yetgandir, balki aqli kirgan deb o'ylagandirsizlar. Yordam berdinglar, qanchadir pul yig'ildi, 104 millionmi qanchadir pul yig'ilibdi deb ko'rganimda. Sizlarning pullaringizni nima qildi? Uyini remont qilmadi. Bitta yangi mashina olib kreditkami endi. Tabriklasanglar bo'ladi. Men 19 yoshimda o'zimga mashina xarid qildim. Mana sizlarning yordam bergan pullaring qayerga ketdi? Undan ko'ra o'sha yordamlaringni haqiqiy muhtojlarga qilsanglar yaxshi bo'lardi. Juda ko'p Instagramda juda muhtoj oilalar chiqyapti. O'shalarga yordam qilinglar. Baribir bu Instagramdagi likillab chiqqanlar ming afsus qildim deb yig'lab chiqqani bilan ular yaxshi tomonga o'zgarishi juda ham qiyin. Mana kecha yordam berdinglar, bir haftadan keyin yangi mashina olib o'tiribdi. O'sha uyga yordam qilgansizlar, uydagilari, onasi ko'chada qolib ketmasin degansizlar, lekin u qiz o'zini kayfi safosi uchun o'sha pullarini ishlatyapti do'stlar. Ibrat chiqaringlar, bundan keyin juda ham o'ylab yordam qilinglar. Instagramga pul uchun xohlagan videosini qilib chiqyaptimi? Ularni odam bo'lish juda ham qiyin. Nima deb o'ylaysizlar? Sizlar kommentariyada fikrlarni yozib qoldiringlar. Like bosib hamma yaqinlarga bu videoni tarqatib qo'yinglar. Ana o'shani uyi yonib ketgan masalaga keladigan bo'lsak, butun O'zbekiston bilmagan haqiqatni aytib chiqaman hozir. Bu video bir sutkadan keyin o'chib ketishi mumkin. Shuning uchun videoga like bosib tarqatib tashlaylar. Xo'sh, proyekt mana bunaqa bo'lgan. Uyi yonib ketgani haqida xalqqa murojaat qilib chiqadi. Undan keyin bola unga katta pul beradi, hamma e'tiborini tortish uchun. Keyin uyini remont ketayotgani haqida video chiqaradi. Undan keyin obunachilar unga kelib turib
hasharga yordam kelgani videosi chiqish kerak, uyi tayyor bo'lgani va mashina olgani haqida video chiqish kerak edi. Oxirida Kia'dan katta summa olingan, obzor qilib berish uchun, ya'ni reklama qilib berish uchun, hammaning e'tiborini tortish uchun. Lekin nima bo'ldi? U qiz bir to'la finalga o'tib ketdi. Ya'ni mashinani gapirib yubordi, uyini remontidan keyin juda ko'p qismlar bor edi, bir to'la finalni chiqarib yubordi. Nimaga? Juda ko'plar negativlar yozgani uchun, heyt qilgani uchun uni videolari dahshat rekord oldi, katta prosmotrlar urdi va bir to'la finalni chiqarib yubordi. Shuning uchun nima deymiz? Buni hammasi bitta ssenariy bo'lgan. Shuning uchun xalq unaqa aldamanglar. Unaqa katta ssenariylarni yozganlarni xalq bilib turibdi. Shuning bu videoga like bosib tarqatib tashinglar, hamma bilsin. Buni hammasi bitta proyekt bo'lgani va aslida buni tagida reklama yotgani. Planni zo'r tuzibsizlar, gap yo'q. Biz ishonyapmiz. Uyimiz yonib ketdi. So'rayapman. Qo'lingizdan qanaqa yordam kelsa tabriklasanglar bo'ladi. Men 19 yoshimda o'zimga mashina xarid qildim. Узбекская блогерша на весь интернет выкладывает, что у нее сгорел дом. Все начинают ее хейтить, начинают хейтить ее вообще без причины. Нам всем и еще куча людям становится ее жалко, потому что она и потеряла и дом, и ее все хейтят, и она оставила карту для поддержки. Все начали скидывать деньги ей на карту, даже вот этот вот человек закидывал 1 000 000 сумм, сама лично она ей закидывала, при том, что... В комментариях держись, все будет хорошо, не переживай, мы на твоей стороне и т.д. и т.п. При том, что та девочка в целом не особо ее любит, мы поддержали, верили в это. Некоторые блогеры скидывали по 10 миллионов, кто-то скидывал еще больше. Было даже какое-то фейковое видео, якобы ей отправили 100 миллионов, которым мы точно не верим. Были на подкасте недавно, где на русскую аудиторию просто поддержали ее, сказав то, что она ни в чем не была виновата, эта девочка бедная, у нее сгорел дом, надо наоборот помочь. И сегодня, спустя 2 недели, она выкладывает пафосное видео, в котором она говорит: я в 19 лет купила Kia K5, а дом никто не купил. Даже если эта девочка купила машину не за деньги, которые, например, мы скидывали ей, чтобы она починила дом, зачем ты делала сбор, если у тебя есть деньги? Зачем ты просила всех помочь? В интернете уже вообще ходят теории, что она вообще всех обманула, и это все был хайп. Но даже если у тебя реально сгорел дом, как ты могла потратить эти деньги на покупку Kia K5? Типа, каждый человек распоряжается своими деньгами так, как он хочет. Но не тогда, когда он выкладывает жалостливое видео о том, что у меня нету денег, у меня сгорел дом, помогите, и все с доброй воли скидывают ей деньги на дом. Вообще мы стараемся никогда не лезть в такие хайпы, непонятные разборки, но тут, извините, это действительно честь блогеров. И она, грубо говоря, заскамила и обманула всю страну, надавив на жалость, чтобы ей все скидывали деньги. А потом она выкладывает пафосное видео, что она купила машину. Ребят, не все блогеры такие, не все всегда обманывают вас. Кто не знал, что происходит в узбекском блогинге, мы сейчас чуть вам рассказали. И в целом считаем всю эту ситуацию ужасной, отвратительной, и о ней нужно говорить, чтобы люди знали и понимали, что происходит. Uyimiz yonib ketdi. So'rayapman. Qo'lingizdan qanaqa yordam kelsa tabriklasanglar bo'ladi. Men 19 yoshimda o'zimga mashina xarid qildim. Obbo, ana o'sha to'g'risida ish bola gapirgim kelmayapti. Xudoyim insof bilan aql bersin. Kimdir 1 million tashagan, kimdir 10 million tashagan, kimdir undan ham ko'p tashagan. Mana sizlarga yana bitta dars bo'ldi-da bu narsa. O'zinglarni ko'zinglar bilan ko'rmagunigacha ham odamga yordam bermanglar. Agar rostdan ham ehson, sadaqa qilmoqchiman deydigan bo'lsanglar, Xudo sizlarni o'zi yo'llantiradi. Ammo bunaqa gaplarga ishonish bu juda qiyin narsa-da. Bundoq qarab turibsiz-da. Mayli bechora qiz ekan, mayli pul tashavvur qiling. Ertaga chiqib men mashina xunuk vaziyat bo'pti lekin. Uyimiz yonib ketdi. Menga yordaminglar tegsin bo'ldi. Masalada ming rozi bo'laman. O'rtoqlar, menga pul tashab bergan bolani topdim. Hozir ko'rishga keldim. Adashib tashavormadingizmi pulni? Men adashaman. Bu eng kichkina sovg'am. Bundan ham kattaroq sovg'am bor. O'zim topgan pul, hech qanaqa nimasi bo'lmaydi.
Tabriklasanglar bo'ladi. Men 19 yoshimda o'zimga mashina xarid qildim. Voy bella. O'rtoqlar, assalomu alaykum hammaga. Kecha bizani uyimiz yonib ketdi. Mana shu yerda karta qoldiraman o'zimni. Kim yordam bermoqchi bo'lsa, mana shu karta raqamimizga pul tashlaylar. Uyimizni boshqatdan qaytadan remont qilaverish biza. O'rtoqlar, kecha uyim yonib ketgandi, lekin men bugun o'zimga yangi mashina sovg'a qildim. Anoshka, Anora, adashmasam Anora oti. Вот, komment yozibdi, то что bu mashinani men olmadim, boshqa odam menga olib berdi deb, lekin videoda o'zi aytibdi, то что men endi 19 yoshimda birinchi mashinamni oldim, tabriklasanglar bo'ladi deb. Men 19 yoshimda o'zimga mashina xarid qildim. Yordam bergan odam bilmoqchiman, qatga shu pulni ketyapti. Men полный право иметь qilaman, so'rab olishga, qaq ketyapti bu pullar, sanga pul emas, xalq beryapti bu pulni, uyingni qurishga berilyapti. Asan mashina qo'yyapsan, men endi mashinamni oldim deb. Какую реакцию ты ожидала? Do'stlar, muhim e'lon, yangi qora Kia K5 mashinasi sotilyapti. Hali olinganiga 1 kun bo'ldi. Faqatgina bitta aybi bor, ko'rib tekshirib olasizlar. Shu bitta aybi, bitta qiz mingan Anu Mashka degan profiliga sotyapti. Anu Mashkani menimcha hamma tanisa kerak. Instagramga Anu Mashka deb bosinglar chiqadi. O'z-o'zidan ikkinchi e'lonimiz bor. Uyim yonib ketdi, pul tashlaylar deb mashina olish yo'llarini o'rgatadigan kurs sotilyapti do'stlar. Agar kimni qiziqtirsa, Anu Mashka degan profilga yozsanglar bo'ladi. Anu Mashkani menimcha hamma taniydi. Ushbu videoni Anu Mashkaga jo'natib qo'yamiz do'stlar. Birlashaylik. Anoshka bundan 7-10 kun oldin meni uyim yonib ketdi. Meni kartamga pul tashlaylar, menga yordam qilinglar deb video chiqargandi. Bugun uning Instagram postiga videosini bitta tomosha qilinglar-da. Tabriklasanglar bo'ladi. Men 19 yoshimda o'zimga mashina xarid qildim. Odamlar kommentariyaga bekorga yozmagan ekanda. Uni uyi yonmadi, xalqqa aldayotdi deb kommentariya yozishganda men odamlarning gapiga ishonmagandim-da. Bu nima degan gap? Shuncha odamlar, shuncha xalqqa aldab pul yig'ib mashina olsan, bu g'alati emasmi Anoshka? Men bu yo'lga oxirigacha boraman. Like bosib jo'natib qo'yinglar Anoshkaga mana shu videoni. Storieslarimni kuzatib tursanglar, kimning uyi yonganini men sizlarga полностью ko'rsataman.